Indoneziyaning poytaxti Jakartadagi Xitoy bosh elchixonasining oldida Xitoyning Sharqiy Turkistonlik musulmonlar ustidagi bostirish siyosatlariga qarshi namoyish o'tkazildi. Indoneziya Musulmon huquqchilar birligining Xitoyning Jakartadagi bosh elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishida Xitoyning Uyg'ur musulmonlari qilayotgan har turli zulm va bostirishlarning to'xtatilishini talab qilamiz deb yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan namoyishchilar Xitoyga qarshi shuarlar to'ldi. Şunun bilan birga Adana Qeyrindoshqa Vafo jamiyatining Bursa sho'bisi Xitoy zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. Xitoy Sharqiy Turkistonda jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning zavodlarda majburiy emgakka silinayotganligi o'tirg'i chiqdi. 4-5 million Uyg'ur va qozoq qamalgan bu lagerlarda kishilar buyruq va tahdid ostida emgak qilishga majbur bo'lmoqda. Uyg'urlar majburiy emgakka silingan zavodlarda ishlab chiqarish mahsulotlarining Amerikaga eksport qilinganligi o'tirg'i chiqdi. Türkiye, Rossiya va Eron tashqi ishlar ministrlari Suriya asosiy qonun komitetining tunji yig'inini 2019-yilning 1-oyida ichish uchun tirishchilikni kuchaytirish qarori oldi. Türkiye tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Suriya asosiy qonun komitetiga aloqador xizmatlarda muhim bir bosqichga keldik dedi. Shveysariyaning Jenva shahridagi BDT ishxonasida o'tkazilgan kepillar yig'inidan keyin Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov xulosa dokladini o'qib o'tdi. Dokladda kapolat berguvchi davlatlar tashqi ishlar ministrlarining suriyalik taraflar bilan o'tkazgan kengashlardan chiqqan ijobiy natijalarni o'tirib qo'yganligini bildirdi. Angliyada faoliyat olib berayotgan bir tadqiqot organi olib borgan tadqiqotda Xitoy odamsiz aeroplanlarning o'rta sharqda ko'payganligi ilgari surildi. Xon jamiyati Birlashgan Mulozimatlar institutining tadqiqot doklatiga asoslanganda, yaqinqi bir qancha yil ichida O'rta Sharqda Xitoydan kelgan odamsiz uchar jismlarning sonida ish ko'rilgan. Bu odamsiz aeroplanlar bilan nurg'un qatam harakat olib berilganligi va nurg'un kishining hayotidan ayrilganligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump Olam armiyasi qo'mondonlik shtabining qurilishi haqidagi buyruqni imzoladi. Trump Olam armiyasining birlashma jang qilish qismining qurilishi nomli Amerika mudofaa ministri Matsudga qarta chiqarilgan 2 betlik prezident buyruqini imzoladi. Buning bilan uzundan buyon gibi bo'layotgan Olam armiyasi qo'mondonlik shtabining qurilishi musofasi rasmiylashtirildi.